Davlat xavfsizlik xizmati hamda bojxona qo'mitasi xodimlari hamkorligida Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida xorijdan aylanma yo'llar orqali mamlakatimizga olib kelingan sifat va xavfsizligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan dori vositalarini noqonuniy savdoga chiqarilishining oldi olindi. Xususan 1949-yilda tug'ilgan fuqaro va uning 1979-yilda tug'ilgan o'g'lini Olmazor tumanidagi yashash manzili ko'zdan kechirilganda xonadon yerto'lasida umumiy qiymati 1 milliard so'mdan ortiqni tashkil etuvchi Trenaxa, Sumamigren, Femilex kabi jami 72 nomdagi 3615 quti dori vositalari borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Hujjati bormi bular? Yo'q, hujjat bilmayman. Olishib ko'ryapsizlar, har xil turdagi dori vositalari bor, tekshirib ko'ramiz. Hujjat yo'q deyishyapti. Bular kimga tegishli? O'zimizga tegishli. Aptekangiz bor? Yo'q, apteka yo'q. Uyda aptekangiz litsenziyasi saqlash mumkin emas-ku? Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, mazkur fuqarolar mamlakatimizga noqonuniy olib kelingan ushbu dori vositalarini muntazam ravishda vodiy viloyatlaridan arzon narxda xarid qilib, poytaxtdagi mijozlarga sotish bilan shug'ullanishgan. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasining xulosasiga ko'ra, ushbu dori vositalari davlat reyestrida qayd etilmagan, muvofiqlik sertifikati rasmiylashtirilmagan hamda ularni maxsus sharoitlarda saqlashning belgilangan qoidalariga amal qilinmagan. Shu sababli mazkur dori vositalarini yurtimizda saqlash, sotish, tashish va tibbiyotda qo'llash taqiqlanadi. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 186-prim 3-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur yo'nalishda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahridagi dorixonalardan birida sotish uchun saqlab kelinayotgan shubha uyg'otuvchi 456 turdagi 57407 dona dori vositalari, 18 turdagi 835 dona dori vositalarining yasama bo'sh qutilari hamda 1 dona dori tayyorlash moslamasi mavjudligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Mutaxassislarning xulosasiga ko'ra, dori vositalarining umumiy qiymati 3,5 milliard so'mni tashkil qiladi. Shuningdek, ushbu dori vositalarining 160 turdagisi davlat reyestrida qayd etilmaganligi, 274 turdagisi muvofiqlik sertifikati rasmiylashtirilmaganligi, 50 turdagisi sifatsiz, yaroqlilik muddati o'tgan hamda 7 turdagisi esa qalbakilashtirilganligi ma'lum bo'ldi. Kod tizimda topilmadi deb. Temperaturni rejim bo'lishi kerak. Lekin bu nomi yo'q-ku. Nomi ham yo'q, hech narsa. Upakovkasi qayerda ekan buni? Mana. Yana yopishtirilgan. Holat yuzasidan dorixona mansabdor shaxslari va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-prim 3-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan bu kabi dori vositalarining noqonuniy aylanmasining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar davom ettirilmoqda.